eski matrasimni musorga uloqtirdim. Yevro matrasdan matras zakaz qilganimdan umuman afsusdamasman, chunki mebellardan chiqadigan har bir matras baribir sifatli bo'lmas ekan. Juda ham tez cho'kib qoldi va har doim ishlardan charchab, endi uxlab maza qilaman deganimda juda ham ertalabgacha joylasha olmay orqa yelkalarim og'rib chiqardi. Inson baribir hamchi ozgina uxlab dam oladi. O'shaning uchun eng glavnisi yaxshi matras tanlaganda. Mebelinglar zo'r bo'lsa ham, matras yaxshi bo'lmasa, yaxshi uxlamaysiz. Chatlariga e'tibor qilishinglarni xohlayman. Juda ham sifati zo'r, mazza, ham baland, juda ham o'zingizlarni shohona va aytayapman-ku, bulutlarni ustida yotgandek his qilasizlar. Shaxsan men Aisha Haqnazarova matraslarni tanlab Yevro matrasni tanlaganimdan afsusdamasman. Men o'zimga eng yaxshisini ravo ko'raman va sizlarga ham eng yaxshisini tavsiya qilaman. Yevro matraslari haqiqatan eng zo'r ekan. Молодцы.